Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, karyera qurish jo'natishida bir qadam yuqoriga ko'tarildingiz. Chunki bugun ishga kira olmaslikka sabab bo'layotgan asosiy kamchiliklardan birini ko'rib chiqamiz. Kelinglar, sizlar bilan tanishib olaylik. Men ismim Navodir. Hozirda Apple Academy o'quv markazida dasturlash kurslari bo'yicha mentor bo'lib faoliyat yuritaman. Hozir kunda yaxshi ish topishda deysizmi, osonroq ishga kirishda deysizmi, ko'pchilik holatda rad javoblari keladi. Buning eng asosiy sabablaridan biri mana shu kompyuter soatxonligi yetarli emasligi deb o'ylayman. Bu nafaqat ish topishda, siz balki o'zingizni biznes qilishingizda ham, o'zingizni o'qishingizda deysizmi, bularning barchasida siz kompyuter bilishingiz kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari, kompyuter soatxonligini ertaga birovga yalinib yurmaslik, birov vaqtini o'g'irlamaslik kerak bo'lsa, kompyuterdan noto'g'ri foydalanib qo'ymaslik uchun ham yaxshi o'rganishingiz kerak. To'g'ri, siz hozir aytishingiz mumkin, o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, men yaxshi bilaman, yaxshi tushunaman deb, lekin aslida eng kerakli tushunchalarni ba'zilar sizda yo'q bo'lishi mumkin. O'z vaqtida mana shu holat menga ham ta'sir qilgan va ko'p izlanishlar qilishimga sabab bo'lgan. Hozirgi video razbor orqali men sizlarga kompyuter soatxonligini eng muhim jihatlarini ochib beraman. Demak, bugun sizlar bilan bu video razborda nimalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda qayerda ishlasangiz ham kompyuterdan foydalanishda bilishingiz kerak bo'lgan bazaviy ko'nikmalar. Bularni men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Ikkinchi narsa, bu ish beruvchilar tomonidan talab qilinayotgan eng asosiy kompyuter bilimlari. Bu ham eng muhim tushunchalardan biri hisoblanadi. Uchinchi narsa, bu ofis ishlarida samaradorligingizni oshirishda kerak bo'ladigan eng yaxshi kompyuter bilimlari. To'rtinchi narsa, 2025-yilda trendga chiqayotgan yangi kompyuter bilimlari. Ya'ni hozirda yangi korxonalar yoki yangi ishga qabul qilayotganlar qanaqa kompyuter bilimlarini talab qilib qo'yishyapti. Bularning barchasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ana endi sizlar bilan bu video razbor ko'rganlardan keyin qanday ko'nikmalarga ega bo'lishinglarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda siz ish beruvchilarni sizdan nimani kutayotganligini aniq bila olishingiz mumkin. Ikkinchi narsa, o'zingizda aynan qanday ko'nikmalar yo'qligini tushuna olasiz. Keyingi narsa, kompyuter soatxonlik o'rganishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerakligini bila olasiz. Keyingi narsa, o'zingizni mehnat bozoriga tayyorlab, raqobatbardosh holatga kelasiz. Demak, tayyormisizlar? Biz boshladik. Demak, siz bilishingiz kerak bo'lgan bazaviy ko'nikmalar nimalardan iborat? Birinchi o'rinlarda eng asosiysi bu kompyuterga xizmat ko'rsatish. Ya'ni buni qanaqa tushunsangiz bo'ladi? Buni shunaqa tushuning, kompyuterni noldan to'g'ri foydalanish. Ya'ni uni to'g'ri o'chirib yoqishdan boshlab, qanaqa qismlardan tashkil topganligi, bizga qanaqa ma'lumotlar yetkazib berishi, uni robotik stol bilan to'g'ri ishlash bo'lishi mumkin. Misol uchun, bularning barchasini bilishimizda kerak bo'ladi. Yani misol uchun, mana bu rasmda ko'rsak bo'ladi. O'zi kompyuterimizni qanaqa qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Misol uchun, sichqoncha, monitor, klaviatura yoki operativka bo'lishi mumkin, protsessor bo'lishi mumkin, SSD bo'lishi mumkin. Bularning barchasini biz bilishimizga kerak bo'ladi. Keyingi narsa, misol uchun, klaviaturadan to'g'ri foydalanish bu juda ham muhim. Misol uchun, qaysidir klaviaturani Ctrl yoki Shift yoki Caps Lock tugmalarini bosganda siz qidirib o'tirmasligingiz kerak. Ya'ni bittada bilishingiz kerak, qaysi klaviatura, ya'ni qaysi tugmani etishayotganini. Shuning uchun ham klaviaturada ishlashi bizni bilishimizda kerak. Va siz klaviaturadan yaxshi ishlashingiz uchun juda ham ko'p foydali saytlar bor. Misol uchun Typing.com sayti. Unda siz bemalol o'zingizni klaviaturada to'g'ri ishlash, undan to'g'ri foydalanish, tezroq yozish usullarini ham bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi narsa, bu juda ham muhim tushunchalardan bittasi internet. Hozirgi kunda hayotimizda ajralmas qismi. Biz kundalik hayotda internetdan foydalanamiz. Misol uchun, brauzerlarni aytaylik. Google Chrome brauzeri bo'lishi mumkin, Yandex brauzeri bo'lishi mumkin. O'shunday holatlarda biz ma'lumot qidiramiz undan, lekin siz ham xuddi shu holatga duch kelgansiz. Ya'ni qanaqa nimadir narsa, ya'ni ma'lumot qidirasiz,
siz qidirayotgan ma'lumotni chiqarib bermaydi yoki chiqarib berganda ham уже birinchi saytda emas, qanaqadir ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi, beshinchi saytlarda siz qidirayotgan ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bunda nima bo'ladi? Siz vaqtingizni ketkazasiz. Mana bu misolda ko'radigan bo'lsak, demak, brauzerlardan to'g'ri foydalanish o'zi qanday? Misol uchun qarang, menga bir elektron kitob kerak bo'lib qoldi. Men o'sha elektron kitobni agar ma'lumotni to'g'ri qidira olmasligimdan foydalanadigan bo'lsam, qanaqa qidirgan bo'lardim? Ya'ni yozaman, qanaqa? Misol uchun o'tgan kunlar kitobi, o'tgan kunlar deyman, PDF deyman, sketchat deb yozaman. Mana bunday qidiruv turi bu noto'g'ri qidiruv turi hisoblanadi. Biz aslida qanday qidirishimiz kerak bo'ladi? Qidirayotgan faylimizni, demak, nomini yozamiz, o'tgan kunlar va file tab 2 nuqta kalt so'zini yozishimiz kerak. Demak, file tab 2 nuqta kalt so'zini yozib, keyingi PDF so'zini yozadigan bo'lsak, demak, ko'rib turganingizdek, birinchi saytning o'zida bizda elektron kitob mavjud. Ya'ni siz vaqtingizni ketkazmasdan bemalol kirib, o'sha kitobni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Va bunaqa qidiruv turlari juda ham ko'p. Bularni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi o'rinlardagi eng dolzarb mavzulardan biri bu xavfsizlik. Buni sizga hozir Telegram misolida tushuntirib o'taman. Hozir Telegramda siz ham guvoh bo'lgandirsiz yoki o'rtog'i yoki kimnidir, balki o'zingizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Har xil kontakt yoki lichkalardan xabarlar kelyapti, APK fayli bo'lishi mumkin yoki qanaqadir silka, linklar kelayotgan bo'lishi mumkin. O'shana holatlarda biz o'sha silkalarni tekshirmasdan turib bosib qo'yamiz. Va shunday holatlarda biz o'zimizga viruslar olib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni telefonimizga yoki notebook yoki kompyuterimizga. O'shunday holatlarda biz maxsus saytlar orqali shu silkalarni tekshirib olib, keyin haqiqiyligini bilib olganimizdan so'ng bosish yoki bosmasligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri. Misol uchun virus o'zi nima? Virusga qarshi qanday antivirus dasturlarini o'rnatish kerak bo'ladi va har doim biz qanaqadir sayt, platformalardan ro'yxatdan o'tamiz va ro'yxatdan o'tganda login parol yaratishimiz kerak. Ya'ni qayta biz o'zimizning akkauntimizga kirishimiz uchun. O'shunaqa holatlarda login qilmayli, parollarga unchalik e'tibor bermaymiz. Siz ham xuddi shundaymi? Misol uchun qarang, men esda qolsin deb doim shu 8 ta 1 yoki 1 dan 8 gacha eng sodda parollarni qo'yaman. Lekin buni parolingizni bilmagan odam ham bir marta bo'lsa ham shu parollarni terib ko'radi. Qanday misol aytadigan bo'lsak, misol uchun ko'chada internetim o'chib qoldi. Wi-Fi ulanmoqchiman va taxmin bitta telefonimdan Wi-Fi bosib ko'raman deb bir marta bo'lsa ham shu 8 tabi yoki 1 dan 8 gacha, 1 dan 9 gacha deb terib ko'raman. Aynan shu holat bilaman sizda ham bo'lgan. Va shunaqa holatlarda sizga maslahat beriladi. Har xil katta kichik harflar, raqamlar, belgilar aralashmasidan iborat bo'lgan parollar yaratishingiz, siz o'zingizning xavfsizligingizni bir qadamga bo'lsa ham saqlagan hisoblanasiz. Hozirgi vaqtda Telegramda ma'lumotlar tarqalib ketishiga ko'p guvoh bo'lyapmiz. O'shaning uchun ham siz ma'lumotlarni xavfsiz almashish uchun ma'lum bir boshqa dasturlarni ham ishlashingizni bilishingiz kerak bo'ladi. Ulardan eng muhimi bu email pochta. Ya'ni email pochtada ma'lumotlar xavfsizligi ancha yuqori. Ya'ni siz har bitta yuborayotgan xabaringiz demak tarmoqda bloklanadi. Bu sizning ma'lumotlaringizni demak saqlaydi. Ya'ni ularda TCL sertifikati bor, ya'ni har bir ma'lumotingizni shifrlash, ya'ni tarmoqda shifrlash bo'yicha. Misol uchun buni qanday misolda tushuntirsam bo'ladi? Bu unchalik O'zbekistonda hozirda mashhur bo'lmasligi mumkin, lekin aynan rivojlangan davlatlarda, misol uchun Yevropada oladigan bo'lsak, o'qishga topshiryapsiz yoki chet eldan zakaz olib ishlaysiz, hech qachon ular bilan Telegramdan yoki Instagramdan gaplashmaysiz. Albatta email pochta orqali. Email pochta ko'proq rasmiy oladigan bo'lsa, ya'ni rasmiy qanaqadir chatlarda ishlatishingiz mumkin. Google chatni siz xuddi Telegramdagi o'xshab, o'zingiz misol uchun suhbat quradigan oddiy lishniy aloqalarni ham Google chat orqali amalga oshirishingiz bo'ladi. Ikkalasida ham xavfsizlik baribir ancha yuqori bo'ladi.
Ana endi sizlar bilan ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan eng asosiy bilimlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, siz to'g'ri topdingiz menimcha. Eng asosiy talab qilinadigan bilimlardan biri bu albatta ofis dasturlari. Lekin men undan oldingi ko'rsatgan har bitta bilimlarim yoki ma'lumotlarim buligacha bo'lgan sizning bilishingiz shart bo'ladi. Chunki faqatgina ofis dasturlarini o'zi bilan ishingiz bitmaydi. Chunki har doim siz ofis dasturlarini o'zida ishlamaysiz. Bu yoqda siz internetdan ma'lumot qidirib ofis dasturlari bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham siz ofis dasturlaridan tashqari, undan oldingi men sizga ko'rsatgan bilimlarni bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, misol uchun ofis dasturlari eng asosiylari mana Word, Excel, PowerPoint oladigan bo'lsak, bular demak hozirda offline ofis dasturlari. Ya'ni siz bu yoqda demak o'zingiz qanaqadir hujjatlaringizni o'zingiz ishlay olasiz. Va Wordni oladigan bo'lsangiz, bemalol hozir Wordlarda mana shunaqa obyektivkalar yoki ariza, tushuntirish xati, buyruqlar bo'ladimi yoki boshqa bir hujjatlarni bemalol tayyorlay olishingiz kerak. Yoki sizga berilgan o'sha qanaqadir hujjatlarni bemalol o'zgartirish kirita olishingiz kerak bo'ladi. Bu Word dasturida. Va keyingi narsa Excel dastur. Excel dasturida siz sodda hisob-kitoblarni, jadvallar yaratishni bemalol bilishingiz kerak bo'ladi. Unda ham sizga qanaqadir tayyor berilgan misol uchun jadvallarni bemalol siz o'zgartirib, o'zingizga moslab, ma'lumotlar qo'shib, hammasini siz bilishingiz kerak bo'ladi. Sodda formulalar misol uchun yig'indini hisoblash bo'lishi mumkin yoki yesli formulalar bo'lishi mumkin. Bularni siz barchasini bilib olishingiz kerak. Ya'ni o'ta ham chuqur emas, lekin ba'ziviy ishxonalarda foydalanadigan bilimlar sizga ancha yetarli deb o'ylayman. Va bu offline dasturlarga qo'shib, albatta Google Chrome'ning o'zida onlayn ofis dasturlari ham mavjud. Demak, birinchisi bu albatta Google Docs, ya'ni Wordning onlayn varianti. Ikkinchisi bu Google Sheets, Excel onlayn varianti. Uchinchisi bu Google Slides, demak bu PowerPointning onlayn varianti. To'rtinchisi bu Google Form. Ya'ni Google Form nima desangiz, bu yerda siz har xil so'rovnomalar, anketalar tuzishingiz mumkin, masalan, har xil опросникlar bo'lishi mumkin. Ularni bemalol siz mana shu Google Form orqali o'tkazishingiz mumkin. Va Google Formda siz bitta yaxshi tarafi uni onlayn Excel, ya'ni Google Sheets bilan integratsiyasi mavjud. Ya'ni kimdir o'sha опросник o'tkazganingizda javoblarni bemalol sizga jadval shaklida tushirib bera oladi. Shunchaki ajoyibda qulayliklari. Demak, yaxshi. Va bu onlayn ofis dasturlarining ustunlik taraflaridan biri, misol uchun qarang, bitta ishxona misolida aytadigan bo'lsam, mana ikki kishiga qanaqadir misol uchun jadval berildi. Misol uchun birinchi ishchi misol uchun o'sha yo'qolib ketgan, demak, onlayn variant yo'qolib ketgan demak jadvalni qog'oz variantini yana qayta onlayn shakllantirish kerak. Birinchi ishchiga misol uchun aytildi. Avgustunda demak siz o'sha 500 kishini ism familiyasini yozib chiqasiz deyildi. Ikkinchi ishchiga siz bularning ism familiyasini yozib bo'lganingizdan keyin ikkinchi ishchi demak adres bilan telefon nomer to'ldirib chiqish kerak bo'ladi. Ana endi qarang, agar siz shuni Excel, ya'ni offline demak jadvalda qiladigan bo'lsangiz, birinchi ishchi qachonki ism familiyasini demak yozib to'ldirib bo'lguncha ikkinchi ishchi kutib turishi shart. Chunki birinchi ishchi yozib bo'lgandan keyin saqlanib qilib uni tashlab beradi. Undan keyin ikkinchi ishchi ishini davom etadi. Misol uchun bu yarim soat, 1 soat, balki bir kunda yozib bo'ladi. Ikkinchi ishchi shunda kutib turish kerak bo'ladi. O'shuning uchun ham shuni onlayn jadvalda oladigan bo'lsak, demak birinchi ishchi o'sha jadvalni ochib, demak ikkinchi ishchiga xuddi o'sha jadvalga qo'shib qo'yadi. Ya'ni bir vaqtda o'zida ular o'sha jadvalni to'ldirib ketadi. Bu demak vaqtdan yutish hisoblanadi. Bu juda ham yaxshi demak dasturlardan biri. Bunda demak siz bemalol o'sha jadvalli bo'ladimi, hujjatlar bo'ladimi, jamoaviy guruh bo'lib ishlay olasiz. Ya'ni onlayn ofis dasturlarida. Bu juda ham sizga katta plyus hisoblanadi. Va bu nimaga olib keladi? Albatta vaqtingiz tejashga. Chunki hozirda vaqt eng qimmati, pul turadi vaqtingiz.
Hozir ana endi sizlarni samaradorligini oshirish uchun eng yaxshi bilim, ya'ni platforma dasturlarni aytib o'taman. Sizlar bulardan foydalanib, bemalol yana boshqa ishlarni osonlashtirishingiz mumkin. Kelinglar, mana ko'ramiz. Demak, Canva, Pinterest, Google Meet, Google Drive bular eng keraklilari, lekin bulardan boshqa yana ko'p platformalar bor. Hozir men sizlarga bularni alohida tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchisi bu Canva. Canva sayti, ya'ni platformasi. Bu juda ham ko'p dizaynlarga ega mashhur platforma hisoblanadi. Ya'ni sizlar bundan foydalanib nimalar olishingiz mumkin. Misol uchun bemalol qanaqadir taqdimotlarni tayyor shablonlarni olib o'zingizlarga moslashtirsanglar bo'ladi. Yoki boshqa bir infografik dizaynlarni bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Mutlaqo bepulga. Undan keyingisi, demak, Pinterest sayti. Bu yerda siz har xil istalgan turdagi rasmlarni, videolarni topishingiz mumkin va bemalol o'zingizlarga demak yuklab olib ishlatsanglar bo'ladi. Undan keyingisi bu Google Meet. Endi sizlar onlayn uchrashuvlarni faqat Zoomdan emas, bemalol Google Meet orqali tashkil qilib o'tkazsanglar bo'ladi. Bu ham bir yangi bilim, ya'ni yangilik hisoblanadi. Undan keyingi narsa bu Google Disk. Demak, har bir Google eng yaxshi taraf borda, ya'ni qanaqa narsa, demak, hozir bitta Google akkaunt ochgansizlar, u yana qanaqa qulayliklarga ega bilmasligingiz mumkin. Misol uchun, sizlar bitta Google akkaunt ochdinglarmi, u sizlarga tekinga 15 gigabayt xotira beradi. Ya'ni uni siz onlayn fleshka deb tushuning. Undan qanaqa foydalanasiz? Misol uchun qarang, sizda bir 4-5 gigabaytlik bitta fayl borda, uni srochno tashlashingiz kerak, lekin sizda agar Telegramdan tashlamoqchi bo'lsangiz, sizga Telegram Premium kerak. Lekin sizda mana Google akkauntingiz bor, bemalol Google Diskdan foydalanib, o'sha ma'lumotingizni, demak, Google Diskka yuklaysiz. Undan silka olib, siz o'sha tashlamoqchi bo'lgan odamga silkani yuborsangiz, u bemalol bitta link, ya'ni silkani bosib olib, ya'ni bosib, o'sha katta fayldagi, demak, katta hajmdagi faylni o'ziga yuklab olishi mumkin. Men bilmayman, mana shu ma'lumotlar sizlar uchun bomba ma'lumotlar bo'lyapti. Agar sizlar bilan to'g'ri foydalanishni bilib olsanglar, bu sizlarga katta plyus. Agar sizlar shularni batafsil o'rganmoqchi bo'lsanglar, demak, mana shu videoni izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Ya'ni batafsil agar video xohlasanglar, qanday to'g'ri foydalanishni, men sizlar uchun yana alohida video darslar qilishim mumkin, bulardan to'g'ri foydalanish bo'yicha. Ana endi keyingi narsalarni ko'ramiz. Bu 2025-yilda demak, ish beruvchilar tomonidan yangi qanaqa kompyuter bilimlari demak talab qilinmoqda. Birinchi o'rinlarda sizlar bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu albatta sun'iy intellektlar. Chunki sun'iy intellektlar hozir sizga eng katta yordamchi. Ya'ni qanaqa ma'noda bemalol siz hozir qanaqadir hujjat qilyapsizmi yoki misol uchun ko'proq holatda hozir ishxonada ofis dasturlarini so'rashadi-ku, misol uchun o'shunday holatlarda siz ofis dasturlarida misol uchun Excel'da qanaqadir formulani bilmay qoldingiz yoki o'sha qanaqadir formula qo'llanishini o'rganishingiz kerak. Siz bemalol hozir sun'iy intellektlar orqali so'rab o'rganib olsangiz bo'ladi. Ya'ni kimnidir yoniga borib, "Mana buni o'rgatib yuboring." Kimgadir borib, misol uchun vaqtingiz bormi, qarashib yuboring, "Mana buni qilib bering" deyish o'rniga, ya'ni bemalol siz sun'iy intellektlar orqali ulardan to'g'ri foydalanishni o'rganib olib, bemalol siz o'zingizni ishlaringizda ham qo'llasangiz bo'ladi. Bu juda ham katta plyus bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda siz birinchi o'rinlarda yanada vaqtingizni tejaysiz, o'sha tejalgan vaqt o'rniga yana boshqa qanaqadir yangi bilimlar, yangi ishlaringizni qilishingiz mumkin. Bemalol boshqa ishlaringizga ham ulgurishingiz bo'ladi. Bu juda ham katta yutuq undan va men hozir aytolmayman, bemalol misol uchun keyingi misol uchun ish beruvchilar hammaligi so'rab qolishadi. Ya'ni qanaqa ma'noda demak sun'iy intellektni biladigan mutaxassis bo'lsa, yanada ham talab kuchli bo'ladi. Ya'ni kuchayib ketadi talab aynan shu sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanadigan mutaxassislarga. Va bu yerda mana eng mashhur o'sha biza ofis dasturlarida yoki o'sha kundalik hayotda misol uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan sun'iy intellektlar ro'yxat turibdi. Ya'ni bundan boshqa ham juda ko'p sun'iy intellektlar bor. Hozir eng asosiy, eng katta bizga yordam beruvchi sun'iy intellektlardan bittasi bu ChatGPT. Bilaman, siz hozir foydalanyapsiz, ya'ni qanaqa ma'noda. Misol uchun men o'zim guvoh bo'lganman. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri undan to'g'ri foydalanish qoidasini bilmasdan to'g'ri yozishadi. Ya'ni misol uchun menga mana bunaqa narsani chiqarib ber, mana bunaqa narsani chiqarib ber deyshadi, lekin to'g'ri natija olisha olmayapti-da. Sababi bu bekorga aytilmagan, ya'ni inson ongiga taqlid qiluvchi deb.
Ya'ni agar men sizga hozir to'g'ridan to'g'ri jahl qilib mana shunaqa agressiv holatda gapiradigan bo'lsam, siz ham menga tipa atvetingiz yoki muomalangiz xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni jahl bilan gapiradigan bo'lib qolasiz. Xuddi shu sun'iy intellektlarga ham bizni odamga bo'ladigan muomaladagi bo'ladigan bo'lsak, bizni o'zimiz xohlagan natijalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Sun'iy intellektlardan foydalanayotganingizda ko'p e'tibor beradigan narsa, ya'ni bitta narsa, ko'p narsa xolosmi, ya'ni undan to'g'ri, aniq natija xolosmi, siz ham unga to'g'ri buyruq, ya'ni to'g'ri prompt berishni biling. Ya'ni misol uchun siz bitta buyruq, ya'ni bitta prompt o'zida ko'p narsa yozib tashlaysizda, ko'p savollar berasiz, u sizga misol uchun o'rtachasida qanaqadir javob beradi. Lekin siz bo'li o'sha hamma savollarga javob ya'ni olishni xohlaysizmi? U savollaringizni qisman berib bo'lish, ya'ni bo'lib berish kerak bo'ladi. Shunday holatlarda siz o'sha o'zingiz xohlayotgan savollarga demak javoblarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni faqatgina to'g'ri prompt orqali. Demak tushundingiz? Demak aytganimdagi siz insondagi bo'layotgan demak muomalada bo'ling u bilan. To'g'ridan to'g'ri agar noto'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsa ham unga qanaqadir ko'proq muomalada bo'lmasligi kerak. Navorot, ya'ni maqtab, aksincha misol uchun rahmat, ajoyib, lekin men bunaqa narsa xohlagandim, men bunaqa narsa chiqarib bergan degan ma'noda aytish kerak bo'ladi. Bu yerdagi men hozir sun'iy intellektlarni sizlarga alohida demak qulayliklarni aytib o'taman. Birinchi o'rinda ChatGPT hozirda hamma biladi, bilaman, siz ham do'stingizga aylanib siz ChatGPT orqali demak nimalar qilishingiz mumkin. Hozirda bemalol orqali qanaqadir yangi bilimlar o'rgansangiz bo'ladi. Yoki bitta hujjatni ofis dasturlarida aytaylik, bitta hujjatni qanaqadir namuna tashiysiz, keyin o'zimga moslab ber deb ozgina o'zingiz haqingizda demak daniylar aytadigan bo'lsangiz, u sizga moslab yozib bera oladi. Hattoki misol uchun qaytarib yana Word fayl qilib tashib berish ham mumkin bo'ladi. Qulayligi shunchaki yaxshi. Va hozirgi yangi chiqqan versiyalarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, yaxshigina rasmlar generasiya qilish qobiliyatiga ega o'zi yangi chiqayotgan versiyalarda. Demak siz sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPTdan bemalol maza foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun kompyuteringizda nimadir nastroykasi buzilib qolgan, o'shani kimgadir borib so'rashga aniq qolsiz. O'zingiz xijolat bo'lasizmi? To'g'ri o'shani sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPTga misol uchun to'g'ri tushuntiring, u sizga o'shani to'g'rilashni, ketma-ket nastroykalarni to'g'rilashni ayta oladi. Shunga qarab to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Keyingisi bu gamma sun'iy intellektni hozirda ko'p o'sha talabalarimiz, maktab o'quvchilari ko'pchilik bilishgan. Chunki ularni shu oraliq nazoratlari kelganda, mustaqil ishlari kelganda juda ko'p qutqarib qo'ydi bu sun'iy intellekt. Sababi xuddi shunga o'xshash prezentatsiya taqdimotlarni birgina mavzuni o'zini yozish orqali slaydlarni olish mumkin. Qarang, shunchaki zo'r. Ya'ni qanaqa bo'ladi? U yerda siz mavzuni yozasiz, qanaqa slayd xohlayotganingiz mavzusini yozasiz, temasini, ya'ni qanaqa ranglarda bo'lishini o'zingiz tanlab berasiz. Keyin u o'sha yozgan mavzungiz bo'yicha rejalarga bo'lib beradi. Rejalarga oid ma'lumotlarni aytadi va rasmlarni ham mana ko'rib turganingizdagi rasmlarni ham generatsiya qilib qo'yib bera oladi. Va siz keyin o'zingiz yoqsa bemalol olishingiz, yoqmasa yana qayta o'zingiz tahlil olishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki zo'r. Hattoki o'zbek tilida ham qilyapti shu narsalarni. Undan keyingi narsa AI sun'iy intellekti ko'p hozir anaqalarda internetlarda videolarda, reelslarda ko'rasizlar. Ya'ni real vaqt rejimida anaqa prompt yozyapti-da, buyruq, keyin rasm o'zgarib qolyapti. Ko'rasizmi? Har bitta yozganda rasm o'zgaradi. Aynan shuni mana shu AI sun'iy intellekt orqali qilishyapti. Ya'ni buyruqni siz ketma-ket berasiz va u o'sha rasmni har bir yozayotgan so'zingizga qarab o'zgartirib boradi. Ya'ni real time'da, ya'ni real vaqtda o'sha rasmni o'zgartirib boradi. Va oxirida siz bemalol o'zingiz istagan, ya'ni fikringizdagi, xayolingizdagi, tasavvuringizdagi rasmlarni yaratib, bemalol o'zingizga yuklab olib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r va bu aytishingiz mumkin, hozir sun'iy intellektda demak har bitta sohada alohida bor. Misol uchun Sora AI bor, ya'ni unda siz bemalol videolar yaratsangiz bo'ladi. Faqatgina hamma narsa bu sizni demak berayotgan buyrug'ingizga bog'liq, ya'ni promptingizga bog'liq bo'ladi. Yoki musiqa yaratish uchun
boshqa misol uchun rasm yaratish uchun Midjourney yoki Leonardo degan sun'iy intellektlar bor, yoki hozir mana Xitoy tomonidan chiqqan DeepSeek sun'iy intellekt bor. Unda ham xuddi shunaqa ChatGPTga o'xshab bemalol suhbatlashishingiz bo'ladi va bularni siz shunchaki yordam sifatida qabul qiling, ya'ni ishchini o'rnini egallaydi, unaqa qiladi deb tushunmang. Siz o'zi yordam sifatida qabul qiling, mazza qilib foydalaning. Shunda o'zingizga ancha yaxshi bo'ladi, qulay bo'ladi. Tushundingiz-a, demak. Yaxshi ma'lumotlar. Demak, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ancha men foydali ma'lumotlar beryapman deb o'ylayman. Sizlarga ham ancha foydali bo'lishi uchun maksimal harakat qilaman. Xo'p, yaxshi. Xo'p, undan keyingi narsa, demak, ofis dasturlarida sun'iy intellektlarni to'g'ri qo'llash. To'g'ri eshitdingiz. Hozirda siz bemalol ofis dasturlarida ham sun'iy intellektlarni integratsiya qilib to'g'ri qo'llasangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa, misol uchun qarang, Word dasturining o'zida ChatGPT sun'iy intellektini o'rnatsangiz bo'ladi. Va ChatGPTni sun'iy intellekt o'rnatganingizdan keyin siz dasturdan chiqib ketmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri Word o'zida sun'iy intellektdan foydalana olasiz va bemalol. Xuddi shunaqa, demak, siz Excelda ham sun'iy intellektlarni demak qo'llasangiz bo'ladi. Misol uchun ChatGPTni bu yoqda o'rnatganingizdan keyin siz o'sha yerda o'zida to'g'ri buyruq berib, ya'ni AI deb chaqirib, bemalol o'sha yerda o'zida to'g'ri buyruq berib, demak, qanaqadir o'zingizga kerakli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni to'ldirsangiz yoki nimadirlarni, demak, o'zingizdagi istagingizdagi narsalarni chiqarib olsangiz bo'ladi bemalol. Va bu juda ham muhim tushunchalardan bittasi, chunki jadval to'ldirasizmi yoki qanaqadir, misol uchun Wordda narsalar qo'lda yozishingiz kerak bo'ladi, vaqtingiz ko'p ketib qolish holatlari bor. O'shunday holatlarda sun'iy intellekt sizga katta yordam bera oladi bu borada. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Va oxirgi narsa, siz misol uchun mana o'sha kundalik hayotingiz bo'ladimi, ishda ishlaysizmi, boshqa narsalar qilasizmi? Hozirda ko'p diqqatimizni misol uchun boshqa narsalarga sarflab qo'yamiz. O'shunday holatlarda biz ishimizni rejalashtirib olmasak, biz juda ham ko'p vaqtimizni yo'qotib qo'yamiz. Ya'ni arzimagan narsalarga ko'p vaqtimizni sarflab qo'yamiz. Misol uchun sizda ham xuddi shu holat, ya'ni bitta Instagram kirasiz, Reels ko'rmoqchi bo'lasiz, bo'ldi, ketdi. Yarim soat, 1 soat vaqtingiz ketdi bu Reels, Instagram ko'rib. Lekin uni o'rnida siz boshqa foydali nimadir o'rganishingiz mumkin edi. O'shunday holatlarda biz ishimizni rejalashtirishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun eng zo'r foydali sayt platformalari bu Notion bilan Trello. Ya'ni qanaqa, misol uchun siz o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni ro'yxatini yozib chiqasiz va o'sha qilib bo'lgan ishingizga misol uchun o'chirib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bittacha qo'yib o'chirib ketasiz. Ya'ni bemalol siz ko'rib tura olasiz, qaysi anaqalarni misol uchun ishlarni bajardim, bajarmadim, ko'rib turib siz birinchi demak o'sha ishlarni qilishga harakat qilasiz. Ya'ni vaqtingizni behuda ketkazmaslikka demak sarflaysiz. Siz bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi. Notion yoki Trello. Ikkalasi ham juda ajoyib sayt. Sizni vaqtingizni behuda qilmaslikka, ishlaringizni, ya'ni behuda ketkazmaslikka, ishlaringizni rejalashtirishingizga. Va shu narsani aytib o'tayman. Hozirgi men sizlarga aytib o'tgan har bir bilimlarim, foydali narsalarim bu hozirgi raqamlashayotgan zamonda, ya'ni raqamlashayotgan vaqtda eng minimal bilimlar deb tasavvur qiling. Ya'ni eng minimal bilimlar deb qabul qilib, hoziroq bu bilimlarni maksimal o'rganishga harakat qiling. Chunki ertaga yanada bundan ham kuchli qanaqadir bilimlar chiqadi. Kimdir o'rganadigan bo'lsa, boshqa xodimlar o'rganadigan bo'lsa, sizni o'sha o'rningizni egallab qo'yishi mumkin. Va o'sha holatlarda men sizga maslahat beramanki, hozirgi men aytib o'tgan bilimlarni bemalol yaxshilab o'rganib olib, yana qanaqadir yangi chiqadigan bilimlarni ham tezroq o'rganishga harakat qilishingiz kerak deb o'ylayman. Men o'ylayman, mana shu aytib o'tgan foydali ma'lumotlarim albatta sizlarga ham foydali bo'ldi. Albatta fikringizni izohda yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham muhim. Va yana sizlar qanaqa demak mavzularda video mana shunaqa razborlar xohlaysizlar yoki foydali ma'lumotlar xohlaysizlar, albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta hamma qanaqadir savollar bo'lsa ham bemalol yozsanglar bo'ladi. Maksimal javob berishga harakat qilaman. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishingizga omad tilayman.